qon quyuqlashi va homilaga qon yaxshi yetib kelmasligi evaziga homila yuragi to'xtab qolishi mumkin. Homilador ayollar UZI qildiradi, lekin bir xillar juda ko'p qildiradi. Bu zarar emasmi? Agarda nuqsonli homila bo'lsa, homiladorlik to'xtatiladi. Ayol organizmining hayot sifatini yaxshilash kerak. Kesir kesish amaliyotida shunaqa asoratlari bor, bachadonsiz qolishi ham mumkin. Va buni asorati sifatida ichaklari oqarib giperechogen ko'rinishi mumkin. Hatto bizning praktikada bo'lgan jigarda ham, ya'ni homila rivojlanayotganini ko'rganmiz, ichaklarda. Adalari olib kelgan, UZI qilib qo'ygin deb ko'rganimda 32 haftalik homila bo'lgan. Masalan, kesir kesish amaliyoti bo'lmagan vaqtda nechta ona, nechta bola o'lgan. Eng yosh aniqlagan homilador ayol necha yosh bo'lgan? Qizlik pardasini butun yoki butun emasligini UZIda aniqlasa bo'ladimi deb savol berdi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun xudo xohlasa ginekologik mavzular haqida hamda UZI tekshiruvini qanaqa foydalari haqida birgalikda gaplashish uchun bugun xudo xohlasa podkastimizga oliy toifali akusher ginekolog Tolipova Mohiraxon Abdumalikovna bilan birgalikda suhbat olib boramiz. Xudo xohlasa xalqimizga, ayollarimizga, qizlarimizga foydali bo'lgan ma'lumotlarni xudo xohlasa berib boramiz. Assalomu alaykum hammaga xayrli kun. Demak, bugun xalqimizda eng ko'p uchraydigan dolzarb mavzularni va juda ham ko'p beriladigan savollarga birgalikda yuvelirniy xirurg, xalqimizga ma'lum va mashhur bo'lgan xirurgimiz Sayniddin Najmiddinovich bilan suhbat olib boramiz. Taklif uchun rahmat. Sog' bo'ling. Birinchi beriladigan savol xalqimiz orasida juda ko'p so'raydi. Ya'ni homilador bo'lgan homilador ayollar UZI qildiradi, lekin bir xillar juda ko'p qildiradi. Bu zarar emasmi? Buni qanaqa zararlari bor deb so'raydi. Shunga mutaxassis sifatida siz qanday xalqimizga tushuncha bera olasiz? Demak, o'zbek xalqida juda ham ko'p tushunchalar bor. UZI zararli degan. UZI zararli emas. UZIni agar rashifrovka qiladigan bo'lsak, birma-bir so'z bilan tushuntiradigan bo'lsak, ultrazvuk, ya'ni kichkina nurlar, kichkina tovushlar asosidagi tekshiruv. To есть nur emas, tovushlar asosidagi tekshiruv va bu agar ko'rsatma bo'lsa, zarari yo'q. Bir xil holatlarda ko'rsatma juda ko'p bo'ladi. Qon ketsa, suv ketsa, homilador ayollarga har haftada UZI tekshiruvi buyuriladi. Agarda qon aylanishida buzilish bo'lsa, suvlari ketib qolayotgan bo'lsa yoki bo'lmasa lecheniyadan oldin va keyin har 10 kunda yoki 14 kunda UZI tekshiruvini ko'rish ham tavsiya etiladi. Agar homiladorlik juda ham yaxshi kechayotgan bo'lsa, unda o'zini sroklari bor. Protokol bo'yicha butun homiladorlik davomida 4-5 martagacha tushish mumkin. Ya'ni 12 haftada skrining tekshiruvi qilinadi. Bu birinchi skrining tekshiruvi va ikkinchi skrining bu 16 haftadan 22 haftagacha va keyingi 3-chi skrining tekshiruvi bu esa 27 haftadan 37 haftagacha tekshiriladi. Agarda biron patologiya birinchi skriningda patologiyalar aniqlansa, ya'ni kasallik aniqlanib qolsa, UZI tekshiruvida o'zgarishlar bo'ladimi, yo'qmi? Da, o'zi skrining tekshiruvini maqsadi ham homilada nuqsonlarni aniqlash. Agarda nuqsonli homila bo'lsa, homiladorlik to'xtatiladi. Nuqsonlar ham har xil bo'lishi mumkin. Bir xil kriteriyalar bor. Genetik kasalliklarga moyilligini ko'rsatib berishi mumkin. Aynan birinchi skriningda, ya'ni homila bo'ynini qalinlashishi, buruncha suyagini kaltalashi va har xil suyuqlikda amniotichniy pardachalarni paydo bo'lishi kabi o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Mana shu homiladorliklarda UZIda suv xira bo'libdi deydi-yu, xira bo'libdi, iflos bo'libdi, kir bo'lib ketibdi deydi. Shu haqiqatdan UZIda ko'rinadimi? Ko'rinadi. Homila suvlari tiniq, shaffof bo'lishi kerak. Agarda kichkina sroklarida qon ketayotgan bo'lsa-da, butun homiladorlik mobaynida qon ketsa ham, постоянно niskoplatentatsiyalarda ko'pincha bo'lishi mumkin yoki gripp, virusli kasalliklar, bakterial shamollash kasalliklarini o'tkazgandan keyin ham homila oldi suvlari kirlashib ketadi. Agar homila oldi suvlari kir bo'lsa,
erta suv ketishi ehtimoli bo'lishi mumkin va homila oldi suvlarini tabiiyki homila ichadi butun homiladorlik davomida va buni asorati sifatida ichaklari oqarib giperechogen ko'rinishi mumkin. Bu homila oldi suvlarini kirlash belgilari hisoblanadi. Shu UZI tekshiruv vaqtida o'tish kerakda homilador. Albatta, har oy vaqtida o'tib borish kerak. Bir xil holatlarda 2 oyda bitta kelib qolganda juda ham orqaga qaytmas o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Agar homila oldi suvlarini vaqtida davolamasa, unda yo'ldoshi ham erta qarib ketishi mumkin. Yoki bo'lmasa homilaga asoratlar berishi mumkin. Homila boshchasida suv yig'ilishi, homila sosudistый spletseniyasi bor, bosh miyasini to'qimachalarida har xil kistalarni paydo bo'lishi va perikardga, yurechasini pardachasiga suv yig'ilishi, o'pkaga suv yig'ilishi gidroperikard deyiladi yoki qorin bo'shlig'iga asetichniy jidkis yig'ilishi mumkin. Mana shu holatlar bilan asoratlanadi va ko'pincha homila oldi suvlari kirlashi har xil gripp kasalliklarini o'z vaqtida davolamaslik asorati hisoblanadi. Yana bir qiziq savol bermoqchiman, chunki hammaga qiziq bu. Homila jinsi o'g'il yoki qiz ekanligini necha haftada aniq UZIda ko'rinadi? Da. Demak, butun bizani xalqimizda 13-14 hafta deyishadi va ba'zi bir holatlarda bo'ladiki 11 haftada ham ko'rsa bo'ladi. Va sizni bir bemorda 11 haftada точно aytgansizda. Da, har bir inson embrional rivojlanishdan boshlab har xil rivojlanadi. Dash tug'ilganda ham kimdir o'sib ketadi, kimdir sal kichkinaroq rivojlanishi mumkin. Har bir inson genetik har xil rivojlanadi. Bir xillarda 10 haftada ham aytganman, 10-11 haftada. Bir xillarda 13-14 haftada ham ko'rinmaydi. Bir xil holatlarda eng anig'ini men o'zim aytolaman 15-16 haftada zo'r aniq tashxis qo'ysa bo'ladi. Homilaning tanasini o'sishiga bog'liq. Homila tanasini o'sishiga va genetik rivojlanishiga va jinsiy organlarini razmerlariga ham bog'liq. Bir xil o'zilarda o'g'il deydida, keyin qiz tug'ilganda qiz bo'ladi. Bu kichkina sroklarda shunaqa katta xatoliklar bo'ladi. Katta sroklarda ham ko'riladi. Manda bo'lmagan. Lekin tug'ilgan vaqtida, masalan, o'g'il ko'rib kelgan, keyin oxirida tuqqan vaqtida qiz tuqqan. Shunaqa holatlar bo'lganki, butun dunyo qiz degan, men o'g'il deganman. O'g'il tug'ilgan va butun hamma o'zichilar o'g'il degan, men qiz deganman, qiz tug'ilgan. Katta sroklarda adashish mumkin emas. Qaysi holatlarda homila jinsini ko'rib bo'lmaydi? Mana agarda homila oldi suvlari kamayib ketgan bo'lsa, qattiq bachadon gipertonusda yotgan bo'lsa, homila ona qornida noto'g'ri joylashgan bo'lsa, masalan, bir xil homilador ayollarda всю беременность homila tonusda bo'ladi yoki suvi tabiiy kam bo'lishi mumkin har xil shamollashlar evaziga. Mana shu holatlarda homila nafaqat jinsi, homila nuqsonlari ham ko'rinmasligi mumkin. Eng erta bosqichda 10 haftada aniqlash mumkin. 11 haftada. 11 haftada, lekin Yevropada 20 haftadan keyin aytishadi. Tochnisini o'tda mumkin emas. Turkiyada umuman homila jinsi aytishmaydi. Bizda mana aytamiz 13, 14, 15, 16. Опять-таки individualni. Ba'zi bir holatlarda 11 haftada ham aytish mumkin. Shunda o'g'ilga o'xshayapti deysizmi yoki точно o'g'il deysiz? Agar 11 haftada patsient so'rasa, men inogda aniq pistoletik ko'rsam, все bo'ldi, qaytib kirmaydi, sizda o'g'il bola deyman-da. 11 haftada, da, rasmlar, malchik krasavchik deyman-da. Qaytib kirmaydi-da. 11 haftada qiz bola ko'rsam, aytaman, o'xshavyapti, lekin yana kelsangiz ko'rib beraman. 13 haftada aniq bo'ladi. Может, pistoletik o'sib qolar deyman-da. Bo'lganda shunaqa voqealar 13-14 haftalarda pistoletik aylanib qolgan. O'zimizni patsientlarda ko'rib yurgan shunaqa. Tak, endi bizning mana praktikamda ham juda ham ko'p uchraydigan savolni beraman sizga. Juda ham ko'p kistalar uchrayapti hozir ayollarda. Mana shu kistalarni operatsiya qilish shartmi hammasini? Kistalarni turiga bog'liq. O'zi kistalar funksionalniy kistalar bor, patologik, ya'ni kasal bo'lgan kistalar, ya'ni kasallik natijasida yuzaga kelgan kistalar bor. Ya'ni bular endometrioidni kistalar yoki tug'ma kistalar bo'ladi, dermoidni kistalar, undan tashqari esa mana ko'pincha mutsinozli kistalar bor. Bular hammasi patologik, ya'ni kasallik tufayli yuzaga kelgan bu kasallik hisoblanadi. Funksionalniy kistalar o'zi ayol organizmida shu tug'ilgandan to umrini oxirigacha follikullar o'sib yorilish vaqtida follikullar yorilmay qolsa, bu follikularni kistaga aylanadi.
Bu follikulyarni kistalar o'zi so'rilib ketib, lichena qilmasa ham o'zi so'rilib ketishi mumkin. Lekin lichena qilsa buni so'rilishi tezlashadi. Shuni hisobiga bu organizmdan chiqib ketishi, ya'ni so'rilib ketishi mumkin emas, aniq bu. Agarda bu patologik kistalar bo'lsa, agarda 3 santimetrdan katta bo'lsa, mana UZIda bilasiz, 3 santimetr 30 millimetr bo'lsa ham kista deydi UZIchilar. To'g'rimi? 30 millimetrdan oshsa kista deb aytiladi. UZIda bizga ustozlar shuni o'rgatishgan. Chunki adabiyotlarda 4 santimetrdan katta bo'lsa kista tashxisi qo'yish shart. Ungacha bo'lsa agar follikulyarni bo'lishi mumkin, u normal holat bo'lishi mumkin. Ayollar shu tug'ilgandan to umrining oxirigacha baribir kista bo'ladi deb yozilgan tekshiruvlar natijasida. Normada bu funksional bo'lishi mumkin yoki bu kasallik tufayli bo'lishi mumkin. Bu bo'ladi agarda funksionalni bo'lsa, o'zi paydo bo'ladi, o'zi so'rilib ketadi. Lekin ginekolog nazoratida tursa, o'zi tekshiruvlardan aniq o'tsa, ma'lum tavsiyalarni olsa, shular so'rilib ketadi. Agarda patologik kistalar bo'lsa, endometrioidni kistalar, masalan, xirurgik muolajalar talab qiladi. Dermoidni kista hajmidan 2 santimetr bo'ladi, masalan 4 santimetr kista deb topildimi, dermoidni kistalar. Bularni operatsiya qilish shart. Chunki u so'rilib ketmaydi, u orqaga qaytar jarayon emas, faqat uni olib tashlab, gistologiya qilib tekshirib, ayol organizmining hayot sifatini yaxshilash kerak. Chunki tuxumdonlardagi qolgan follikulyarlarni sifatini yaxshilash uchun shu kichkina vaqtida kistalarni olib tashlasa, qolgan follikulyarlarga ziyon yetmaydi. Shuning uchun faqat xirurgik yo'l bilan endometriozlarni ham, dermoidni kistalarni ham olish kerak. Lekin kichkina bo'lsa, homiladorlik bo'lishiga xalaqit qilmaydigan bo'lsa, agarda og'riq bezovta qilmaydigan bo'lsa, bu bemorlar kichkina vaqtida kistalarni davolash mumkin. Ya'ni qaysi masalan mutsinozni bo'lishi mumkin. Undan tashqari shu aytgan funksionalni kistalarimiz. Agarda follikulyarni kistalar ham, funksionalni kistalar ham qobig'i qalin bo'lib, masalan UZIda aniq bo'ladi. Qobig'i qalin bo'lib, katta bo'lib ketsa, uni olishga majbur bo'ladi. Ayrimlarda kistoma 10 santimetr, 12 santimetr, 22 santimetr, bir qiz bolada 45 santimetrgacha kistalar o'sib ketganiga guvoh bo'lganmiz, operatsiya qilganmiz. Shundan keyin nima deydi, hayot sifati yaxshilanib, turmushga chiqib, tug'ib, undan keyin problema bo'lmaydi. Yana juda ham dolzarb, eng kuchli, ko'p uchraydigan savollardan bermoqchiman. Mana praktikamda bachadondan tashqari homiladorlik, vnimatishni beramiz. Juda ham ko'p uchrayapti va ko'pchilik patsientlar so'raydi, operatsiya qilmasa bo'lmaydimi? Uni dorilar bilan davolasa bo'ladimi bachadondan tashqari homiladorlikni? Bachadondan tashqari homiladorlik degani o'zi bachadonda, o'z normada bachadonda bo'lishi kerak. Bachadondan tashqari, bachadon naylarida, bachadon ya'ni tuxumdonlarda yoki qorin bo'shlig'ida, hatto bizning praktikada bo'lgan jigarda ham, ya'ni homila rivojlanayotganini ko'rganmiz, ichaklarda. Homila bachadondan tashqari bo'lsa agar, u aniq bilsa, masalan bachadon nayda bo'lsa agar, juda ko'p bemorlar kelgan, ya'ni dori bilan davolagan, kuzatgan, 1 oygacha, 40 kungacha, 2 oygacha nima deydi, bemorni sarson qilib, davolab, uni qon ketishi, kam-kam qon kelyapti degan, u qon kelaveradi degan, borgan, UZI qilgan, kamida 40 masalan 40 kundan keyin kelayotgan bo'lsa, kamida 20 marta UZIga tushirgan. UZIga tushirgan, baribir bizga kelyapti, qon ketib, nerazvashi bo'lgan bachadon naydi. U bachadon nayi уже yorilib ketib, qon to'xtaydigan preparatlarni qilib, u turba уже ishlamaydigan holatga kelgan. Bunaqa holatda baribir operatsiya qilib shu turbani olib tashlashga majburmiz. Agarda erta bosqichlarda kelsa, bachadon nayda bo'lsa, u bachadon nayini saqlab qolib, keyin xudo xolasa keyingi homiladorlikka tayyorlash uchun operatsiya qilish mumkin. Bachadondan tashqari homiladorlik aniqlandimi, bu hamma protokollarda ham, hamma adabiyotlarda ham shoshilinch, ya'ni operativ davo hisoblanadi. Demak, bachadondan tashqari homiladorlikni faqat va faqat operativ yo'l bilan davolash kerak. Juda ham ko'p uchraydi bu savolda. Demak, yana eng ko'p uchraydigan dolzarb savol bermoqchiman. Demak, homilador ayollar va mioma.
Mioma bo'lgan homilador ayollarda qanday tug'ish tavsiya etiladi? Va tug'ruqdan keyin qanday yo'l olib boriladi? Bachadon miyomasi bor homilador ayollar bachadon miyomasini qayerda joylashganiga bog'liq. Agarda bachadonni ichida joylashgan bo'lsa, bachadon bo'shlig'ini o'zida bo'lsa, bu homiladorlikka qarshilik qilib turadi. Lekin bachadon ichida submukozni miyoma deydi. Bu miyomasi bor bemorlarda ham homiladorlik kuzatilgan holatlari bo'lgan. Bo'ladi ham. Chunki faqat uni xavfli tomoni qon ko'p ketib qolishi mumkin menstruatsiya vaqtida yoki homiladorlik vaqtida homilani ko'chirib yuborishi mumkin yo'ldoshini. Homilador bo'lgan ayollarda miyoma aniqlansa, hajmi agarda katta bo'lsa yoki u tug'ish yo'liga, tug'ruq yo'liga to'g'ri kelib qolgan bo'lsa, unda faqat kesir kesish orqali operatsiya qilinadi, bola olinadi hamda olingandan keyin bola bo'lingandan keyin miyoma ham birgalikda olib tashlanadi shu kesir kesish amaliyoti vaqtida. Agarda miyoma kichkina bo'lib, bachadon bo'shlig'ining tashqi tomonida bo'lsa yoki o'rta qavatida bo'lib, homilaga ta'sir qilmaydigan, tug'ruq yo'liga to'g'anoq bo'lmaydigan bo'lsa, unda tabiiy tug'ruq bilan tug'sa bo'ladi. Qon ketib asoratsiz bo'lishi mumkinmi shunaqa holatlarda? Mumkin bo'lishi mumkin, chunki miyoma agarda bachadon bo'shlig'ida bo'lsa, u homiladorlik vaqtida faqat kuzatib yuradigan, tug'ruqqa tayyorlaydigan vrachlar nazoratga oladi. Shu ultratovush tekshiruvi orqali miyoma qayerda joylashgani, tug'ruqdan keyin bachadon masalan qisqarmay qoladida, ataniyam matka beradida, shuni hisobiga qon ko'p ketadi. Bu qon ko'p ketishini sababi asosiysi bachadon miyomasi bo'ladi. Qachonki agarda bachadon miyomasi katta hajmda bo'lsa, 4 santimetrdan katta bo'lsa, bachadon mushak qavatiga kirib o'sgan bo'lsa, unda qisqarmaslik ehtimolligi bor. Bunaqa bemorlarga ham kesir kesish amaliyoti tavsiya etiladi. Chunki miyomasi katta hamda tug'ruqdan keyin bachadondan ayol ayrilib qolish ehtimolligi yuqori bo'ladi. Chunki ataniya bo'lgan matkalarni saqlab qolish juda qiyin. Masalan, raddomda ham ishlaganmiz. Operatsiya kesirvadan keyin bachadonlar shu juda yumshoq bo'lib ketadi. Xuddi lattaga o'xshab qon ko'p ketadi. U vaqtda bachadonni olib tashlashga ko'rsatma bo'ladi. Shunaqa holatlar yuzaga kelmasligi uchun tug'ruqni tug'ruqqa olib borishgacha bo'lgan vrach nazoratda turib, miyoma qanaqa shaklda, qayerda joylashgan, qancha kattaligida hajmi, shularga qarab turib, keyin tug'ruqni yo'lini tanlash kerak bo'ladi. Demak, miyomani razmeriga va lokatsiyasiga bog'liq bo'ladi-da. Tug'ruqni olib borish. Endi yana juda ham ko'p uchraydigan eng qiziqarli savolni sizga bermoqchiman. Tug'ish yoshidagi ayollarda miyomasi bor-da. Ularga birinchi miyomasini qanaqa davolashni tavsiya qilasiz? Matkasini saqlab qo'ygisi kelyapti, lekin tug'gisi kelyapti. Mana qanaqa tavsiyalar bera olasiz ularga? Reproduktiv yoshdagi tug'ish kerak. Tug'ish kerak. Lekin miyomalari bor. Tug'ish kerak bo'lgan ayollarni miyomasini hajmiga, qayerga devorda joylashganiga bog'liq. Agarda submukozni, ya'ni bachadon bo'shlig'ining ichida bo'lsa, bu faqat xirurgik yo'l bilan davolash kerak. Chunki hozir zamonaviy, ya'ni zolotoy standartga kirgan shu gisteroresektoskop apparati yordamida bachadon bo'shlig'iga kiriladi. Ayolda hech qanaqa kesmalar bo'lmaydi qornida, faqat servikal kanal, ya'ni bachadon bo'ynidan kirib, bachadon bo'shlig'idagi miyoma kesib olib tashlanadi. Bunda hech qanaqa kesma bo'lmaydi, prosta kiriladi, kesib miyoma olib tashlanadi. Ayol 1 oydan keyin bemalol menstruatsiyasi tiklanadi, keyingi masalan homiladorlikka tayyorlanayotgan bo'lsa, keyingi homiladorlikka davolash mumkin. Demak, bizda hozirgi kunda juda ham zamonaviy metodikalar ishga tushirilgan va shunaqa usullardan siz foydalanasiz. Undan tashqari hozir masalan bachadonni o'rta qavati, ya'ni mushak qavatida joylashgan bo'lsa, agarda bachadon ichi bo'shlig'ini deformatsiya, ya'ni qiyshaytirgan bo'lsa, bola nima deydi? Bola kelib o'sadigan joyi, ya'ni yo'ldosh yopishadigan joyiga agarda deformatsiya bergan bo'lsa, agar qiyshaygan bo'lsa bo'shliq, unaqa miyomalarni ham operativ olib tashlash kerak bo'ladi. Masalan, tug'ish yoshidagi ayollarni embolizatsiya qilyapti hozir. Embolizatsiya qilish men xirurg sifatida bunga qarshiman. Chunki birinchi navbatda u embolizatsiyani maqsadi,
ya'ni miomaga keladigan qon tomirni bog'lash, ya'ni embolizatsiya, ya'ni embol Qon bilan tomiri yopadi. bekitishda. Yopish. Matka ham shu qon tomirdan oziqlanadi. Tushunyapsizmi? Miomaga keladigan qon tomir shu bachadonni miomasi, qon tomiri. Shu qon tomiri yopilgandan keyin miomaga keladigan qon daraxti tagiga suv quymasangiz quriydi-yu. Xuddi shunday mioma ham qurishni boshlaydi. Keyin agarda bemorda og'riq bezovta qilsa yoki bir nima qilsa, uni ichidan gistologiya olib bo'lmaydi. Miomani. Tushunasizmi? U уже nekrozlanib ketgan bo'ladi. U qanaqa to'qima, onkologikmi yokimi oddiymi, uni bilib bo'lmaydi. U birinchi embolizatsiya qilish kerak, masalan, tug'ish yoshdan o'tgan. Tug'moqchi emas, yoshi katta, operatsiya talab nima deydi, operatsiyani ko'tara olmaydigan. Masalan, qo'shimcha yondosh kasalliklari bor. Kasalliklari bor ayollarga tavsiya etiladi. Bunda embolizatsiyada agarda unda ham ko'rsatma submukozni miomalarni qilib bo'lmaydi. Bachadon ichki bo'shlig'idagi. Undan tashqari, ya'ni oyoqchasi, noshkasi bo'ladi deydi. Mioma na noshkada. Uni ham qilib bo'lmaydi. Chunki u tomirga yetib borib, uni embolizatsiya qila olmaydi. Chunki magistralni qon tomirlarni faqat embolizatsiya qiladi. Eng yaxshisi reproduktiv yoshda, ya'ni reproduktiv xirurglar bor, ya'ni shu bachadonni saqlab, devorlarni joyiga qo'yib, uni kuzatib, homiladorlikka tayyorlab, keyin homilador bo'lishga ruxsat beriladi. Demak, nima qilish kerak reproduktiv yoshdagi katta miomalar? Agarda katta mioma hajmi 4 santimetrdan katta bo'lib, deformatsiya qilsa bachadon bo'shlig'ini, homilaga xalaqit qilsa, uni xirurgik yo'l bilan olib tashlash kerak-da. Keyin uni davolab, homiladorlikka tayyorlash kerak bo'ladi. Agarda mioma kichkina bo'lib, bachadon bo'shlig'ini deformatsiya qilmay, ko'p bo'lsa ham, u homiladorlikka xalaqit qilmasa, u miomaga tegish kerak emas. O'zi miomani kelib chiqish mexanizmi, ya'ni qanaqa paydo bo'lishi haligacha aniq emas. Faqat bachadon miomasini tuguni qanaqa hosil bo'lishi bor. Ya'ni silliq, ya'ni biriktiruvchi to'qima, ya'ni silliq mushak to'qimasidan paydo bo'ladi. Uni kattalashishi mumkin, u gormonalni o'zgarishi, lekin aniq sababi aniq emas. Shuning uchun xirurgik yo'l bilan miomani olib tashlab, bu narsadan qutulish kerak. Demak, bachadonni saqlab qolgan holda mioma tugunini o'zini olib tashladi va qancha muddat saqlanib yurish kerak bo'ladi? Agarda mioma o'rta qavatida bo'lsa, agarda miomani hajmi katta bo'lsa yoki ko'p tugunli bo'lsa, uzog'i 1 yilgacha saqlanish kerak bo'ladi. 1 yil davomida qanaqa dorilar nima qilish kerak, operatsiyadan keyin tavsiya qilinadi. Shularni qiladi. Har 2-3 oyda o'zida tekshiruv qilinadi. Bachadon devorlari qanaqa, ya'ni chandiq sohasi qanaqa bityapti, hammasi kuzatuvga olinadi. Menstruatsiyasi vaqtida kelyaptimi, necha kun o'tyapti, hammasi homiladorlikka nima tekshiruv kerak bo'lsa, qilib boriladi, oxiri homilador bo'ladi. Ruxsat beriladi. Mana keyingi qiziqarli savol, o'zimga ham juda qiziqarli bo'lgan savollardan biri, homiladorlik vaqtida aytyapsiz, 4-5 marta protokol bo'yicha UZI tekshiruvlardan o'tish kerak deyapsiz. Mana UZIdan tekshiruvdan o'tgan, shunaqa bemor bo'ldi. Tekshiruvlardan o'tgan, oxirida tug'ilyapti nuqsonli bola. Nima sababdan shu davomida, masalan, homiladorlik vaqtida kuzatuvlardan o'tgan, hamma tekshiruvlardan o'tgan, UZI tekshiruv qilingan, skrining qilingan, lekin oxirida nuqsonli bola tug'yapti. Sababi nimada? Bunaqa holatlar hozirgi kunda juda ham ko'p uchrayapti. Demak, ko'pchilik homilador ayollar vaqtida UZIdan o'tmasligi mumkin. Kichkina sroklarida, ayniqsa mana eng ko'p informatsiya beradigan 11 haftalik, 12 haftalikda birinchi skrining tekshiruvi va ikkinchi skrining tekshiruvi 16-22 haftalikni propuskat qilib yuborsa-da, vaqtida o'tishmasa, o'sha katta sroklardagi skrining va Doppler tekshiruvlarida o'sha homila nuqsonlarini ko'rish juda qiyin bo'ladi, chunki sababi homila уже bukchayib yotgan bo'ladi, matkada tiqilib yotgan bo'ladi-da, ko'rish возможности kamayib ketadi. Asosiy homila nuqsonlari demak 16 haftadan 22 haftagacha ko'riladi. Mana shu sroklarni agar homilador ayol o'tkazib yuborgan bo'lsa, unda homila nuqsonlari ko'rinmasligi mumkin. Va yana eng ko'p uchraydigan sababi boya aytib o'tganimdek, homila oldi suvlarini juda ham kamayib ketishi va постоянно doimiy ravishda homilada
bachadonda tonus bo'lishi va homila noto'g'ri joylashishi. To есть biza ko'rganimizda homila bukchayib, taxlanib yotgan bo'ladi. Unda nafaqat biza homila nuqsonini, hattoki jinsini ham ko'ra olmaymiz, razmerini ham zo'rg'a o'lchaydi. Hamma vrachlar qiynaladi unday homilador ayollarni ko'rishga. Mana shu holatlarda qattiq tonus bo'lganda, homila noto'g'ri joylashganda, suvlari kamayib ketganda homila nuqsonlarini vaqtida aniqlash qiyin. Hattoki tug'guncha aniqlab bo'lmaydi. Uzi tekshiruvlar qilgan vaqtida uzida hammasi yaxshi, yuragi 4 kamerali. Yaxshi deb yozishadi-da, lekin eng tepasiga, eng protokoliga yozib qo'yishadi. Qattiq tonusda yotibdi. Suvi kam deb yozib qo'yishadi. Mana shu joylariga e'tibor berish kerak. Qattiq gipertonusda yotibdi yoki bo'lmasa protokol boshlanishiga men shaxsan yozib qo'yaman. Vizualizatsiya ne udovlitva yaxshi ko'rinmayapti. Chunki bachadon tonusda yotibdi. Nimanidir может пропускать qilib yuborgandirman, yaxshi ko'ra olmagan bo'lishi mumkin. Bachadon mushak azok baribir unga datchik tekkan vaqtida ayol o'ziga tekshiruvga kelganda stress olib baribir tonusga normada ham tushmaydimi? Ozgincha tushishi mumkin, lekin gipertonus darajasida bo'lib ketmaydi. Aynan homilani taxlab qo'yadi-da, prям homila chiroyli joylashmagan bo'ladi. Pastga tiqilib, pastga tushib qolgan bo'ladi-da, yaxshi ko'rinmaydi. Suvlari kamaygan bo'lsa, homilani o'zini ko'rish, masalan, nasogubniy треугольник ko'rib bo'lmaydi-da, nasavay ko'z ko'ra olmaymiz. Umuman orqaga, ko'pchiklarga qarab yotgan bo'lishi mumkin. Homilador ayollar beliga qarab yotgan bo'lsa, yuzlaridagi nuqsonlar ko'rinmaydi. Qattiq gipertonusda bo'lgan bo'lsa, pochkalari, yuridagi nuqsonlarni ko'rmasligi mumkin. Bu endi anatomik nuqsonlar haqida gaplashamiz. Yana hozirgi kunda juda ham ko'p uchrayapti genetik nuqsonlarda, har xil genetik Down kasalligi va hokazolar. Mana buni endi bizni UZI screening Dopplerda aniq bunda Down ekan yoki bu yana boshqa nuqsonli genetik kasallik bor ekan deb hech qaysi UZI yoza olmaydi. Haqqi ham yo'q, chunki ko'ra olmaydi. Mana bizda praktikada bo'lgan hamma даже screening centrda ham o'tgan, trayno testlar topshirishgan, lekin Down tug'ib qo'ygan. Menga aytayapti, nimaga Down tug'ildi? Hamma joydan o'tdi-da, lekin genetik nuqsoniga faqatgina qon topshirish kerak. Aynan genetik kasallikni aniqlaydigan qon tekshiruvlari hozirgi kunda topshirilyapti. Mana shu qon orqali tekshirish mumkin. Genetik kasallikni UZI ham, Doppler ham ko'ra olmaydi. Demak, skriningda biza homilani anatomik struktur kasalliklarini va genetik kasallikka moyilligi borligini bilish mumkin. Aynan genetik kasallik borligini bila olmaymiz. Moyilligini bilamiz. Homiladorlik vaqtida aniqlanadimi? Homiladorlik vaqtida aniqlasa ham bo'ladi. Homiladorlikka tayyorlangan vaqtda ham. Lekin hozir homiladorlikka tayyorlanish temasi ko'tarilganda mavzusi, hamma ham genetik tekshiruvni tekshirmaydi. Agarda ko'rsatma bo'lsa, oldingi farzandlarida genetik qarindosh nikohlari bo'lsa, oldingi farzandda genetik kasalliklari bo'lsa, DTPlar va yana boshqa kasalliklar bo'lsagina, hozir keyingi homilada tayyorgarlik qilayotganda tekshiriladi. Uchramasin deb tekshiradi o'zi. Da, to'ppa-to'g'ri. Lekin normada tekshirilmaydi, to'g'rimi? Normada pokazaniya bo'lmasa tekshirishmaydi, chunki genetik tekshiruv sal qimmatroq tekshiruv hisoblanadi va albatta ko'rsatma hamma ham bizning xalqimizda hozirgi kunda hamma ham tekshira olmaydi genetik kasallikka. Agarda genetik nuqsonlari bo'lsa, unda majburligidan qildirish shart. Demak, mana bitta chaqaloq tug'ildi genetik kasallik bilan dedim. U aytibdiki, sizga bordim, boshqasiga bordim, yana screening tekshiruv ular ko'ra olmadi. Nimaga menda genetik Down tug'ilyapti, deyapti. Chaqaloq bo'lganda raddomda ham bilishmagan. Hattoki keyin uni 3 oy o'tgandan keyin, mazasi qochgandan keyin, qusgan yana nimadir bo'lgan chaqaloqchada keyin tekshirishganda 3 oyligida genetik kasallik aniqlangan. Demak, bu bilan aytmoqchimanki, faqatgina genetik kasallik qon orqali tekshirish mumkin. Homila qornida ham, даже tug'ilgan chaqaloqda ham yavni aytib bo'lmaydi. Analiz topshirmaguncha. Shunaqa. Doppler tekshiruvida biz nimani ko'ramiz? Anatomik strukturni o'zgarishlarini ko'rishimiz mumkin. Da o'tda ham biz nuqsonlarini ko'rib ketamiz va asosan Doppler tekshiruvi homilada qon aylanishini ko'riladi. Homilada gipoksiya belgilari bormi? Qon aylanishida yetishmovchilik belgilari bormi? Mana shularga aksent qaratiladi Dopplerda. Onaga, onadan bolaga, onadan bolaga va homila bosh miyasidagi qon aylanish tekshiruvlari haqida ma'lumot beradi. Doppler tekshiruvini ko'pchilik so'raydi. 18 haftadan keyingi tekshiruvlarni hammasini har safar Doppler qilsa bo'ladi. Demak, oddiy UZI emas, birdaniga Dopplerni ham ko'rib ketsa bo'ladi. Bunga 1 minut ham yetadi. Bola qanaqa oziqlanyapti, qon qanaqa kelyapti, hammasi aniq bo'ladi, to'g'ri? Da.
Ko'p qimirlaydi bir xil homiladorda, homilasi juda tipirchilab qoladi. Ko'p qimirlaganda homilada gipoksiya belgilari bo'lishi mumkin. Buni esa Doppler tekshiruvi batafsil ko'rib beradi. Yana qiziqroq savol, ya'ni o'zimni praktikamda mana bu gastroskopiya operatsiyasida poliplarni olamiz. Ya'ni bachadon bo'shlig'i shilliq qavatidagi poliplar olib tashlanadi. U poliplar masalan olib tashlangandan keyin 1 oydan keyin boshqa uziga qani bachadonim yaxshimi, yaxshi emasmi deb uziga tushadi-da. U uzilar endi aytadi, yana polip bor deydi. Bu yana bu bemorimiz qaytib keladi, biz menda polip bor ekan deydi. Keyin aytaman boshqa uzichiga borib bitta tushish kerak, bitta ko'rish kerak desam aytadi-ku, yo'q deydi, mana shu uzichiga ishonaman, mana shu uzichi polip chiqardi, mana shu uzi bor deydi. Xo'p deyman. Operatsiyaga alohida yana olib kiraman, ko'rsataman. Bachadon ichi bo'shlig'i toza. Masalan, polipni agarda to'g'ri operatsiya qilib, bachadon bo'shlig'ida to'g'ri polipni olib tashlansa, u qayta o'smaydi. U faqat polipni olib tashlash emas, u polipni olib tashlaymiz, uni gistologiya qilamiz, sababini topamiz, gormonal o'zgarishmi, u yallig'lanishmi, u immunitet tushgan, hammasiga lecheniyani qilganimizdan keyin bizning ishonchimiz komil, что boshqa polip o'smaydi. O'smasligi kerak. Shunda ham baribir shubha organizm biz bilmaymiz точно aytib. Kiramiz, ko'ramiz, uzida polip bor deydi, biz kirib ko'ramiz, bemorni o'zi ko'radi, bachadon ichi bo'shlig'ini, xuddi oshqozonga zont yutganday oshqozonning ichini ko'radi, yara bor yo'qligini sразу ko'rsatadi. Xuddi shunday biz ham ko'rsatamiz, polip yo'q. Bunga men shunga savolim, 1 oydan keyin polipni bemorda polip bor yo'qligini aniq bilish imkoni bormi, yo'qmi? Agarda imkoni bo'lsa, agar nima uchun polip deb o'zida yozib beradi? Demak, savolga javob beraman. Aynan 1 oydan keyin polip bo'lishi mumkinmi va uni qanaqa aniqlasa bo'ladi? O'zi polip mavzusi menstruatsiyani hayzi 5-kuni aniqlanadi. Bir xil holatlarda hayz kelishiga yaqin menstruatsiyani 15-20-kuni agar tekshirilsa, unda xato diagnostika bo'lishi mumkin. Polip bor deb aytib qo'yishi mumkin. Endometriyni qalinlashgani hisobiga-da. O'zi по сути 1 oy ichida polip o'sib chiqmaydi, ulgurmaydi-da. Polip 6, 7, 8, 1 yildan keyin o'sib chiqishi mumkin agar gormonal narushение to'g'rilanmagan bo'lsa. Mening fikrim bo'yicha polipmi, miomami hamma o'simtalar shitovidniy железадagi hammasi bu insulin gormoni oshib ketgani hisobiga bo'ladi. Insulin gormoni oshdi, har xil organizmda tugunchalar paydo bo'lishni boshlaydi. Men praktikamdan aytib beryapman-da. Polip 1 oydan keyin yana qayta chiqishi mumkinmi? Bu опять-таки vrach tekshirayotgan uzistda kvalifikatsiyasiga bog'liq. Ko'pchilik holatlarda bo'lgan voqealarni aytib beraman. Polip deyishgan, lekin men polip ko'rmaganman. Yo'q, men polip ko'rmadim deb yozib beraman. Lekin ko'pchilik vrachlar, mana men o'zim guvohiman, polip bittasida ko'rdimi, o'zidan qo'rqadi deb polip deb yozib qo'yaveradi agar ko'rmasa ham-da. Bo'lgan shunaqa holatlar. Men qo'rqmayman hech kimdan. Ko'rganimni yozaman. Bormi? Bor. Yo'qmi? Yo'q. Polipni har doim menstruatsiyani желательно 5-6 kunlar, maksimum 7-kuni ko'rsa bo'ladi. Undan keyin endometriy qavat o'sadi va polip aniq ko'rinmaydi. Polipda eng ishonchli tekshiruv usuli vaginalniy tekshiruv hisoblanadi. Ustidan ko'rib bo'lmaydi, vaginalniy tekshiruv aniq ko'rinadi. Da, polipda har doim sosudistniy noshkasi bo'ladi. Doppler bilan ko'rganda. Oziqlanib turadi-da. Biz ham operatsiya vaqtida ko'ramiz, polip alohida turadi-da, noshkasidan qon tomir kelgani ko'rinib turadi. Sosudistniy noshka bo'ladi. Shunaqa kartina bo'ladi. Da, to'ppa-to'g'ri. Inogda polipoz bo'lishi mumkin. Ko'p mayda-mayda poliplar o'sib ketishi mumkin. Опять-таки bu ham gormonalniy o'zgarish hisobiga bo'lishi mumkin. Yosh kattalarda, yoshlarda ham farqi bo'ladimi, yo'qmi? Da, agar yoshlarda ham mana hozir kasalliklar yosharib ketyapti. Hozir yuvenil yoshidagi qizlarda ham har xil kровотечениyalar, poliplar, kistalar, даже turmushga chiqmagan katta yoshli ayollarda ham har xil gormonal narusheniyalar kuzatilyapti. Poliplar, miomalar, kровотечениyalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'z vaqtida uziy tekshiruvdan o'tib, o'z vaqtida o'zini sog'lig'iga e'tiborli bo'lish kerak. Albatta. Keyin bitta kuzatuvchimizdan kelgan qiziq savol, ya'ni qizlik pardasini butun yoki butun emasligini uzida aniqlasa bo'ladimi deb savol berdi.
Aha. Bizaga qabulga ham juda ham ko'p kelishadi bunaqa holatlar. Qizli pardani ko'rib qo'ying UZIda deb, lekin men har doim ularga tushuntiraman. Qizli pardani UZIda ko'rib bo'lmaydi. Uni faqatgina ginekologik kreslada ko'rish mumkin. Akusher ginekolog ko'rishi mumkin, lekin yuridik dokument berishga vakolatimiz yo'q. Ya'ni yirtilgan yoki butun emasligi haqida dokument berishga vakolatimiz yo'q-da. Uni maxsus odamlar eksperti bor, ya'ni sudmet ekspertlarni bir bo'limi, ya'ni odamlar bilan shug'ullanadigan ekspertlar bor. Ular aniq shu haqida ma'lumotnoma beradi. Ha, yuridik ma'lumotnoma berishadi. Biza ginekolog sifatida ularni qo'yni xotirjam bo'lishi uchun shikastlanish joylari bormi, yo'qmi, ba'zi bir holatlarda har xil travmalar bo'lishi mumkin. Qizlarda yiqilib tushgan holatlari, sportivniy travmalar bo'lishi mumkin. Oyis xavotir olib kelishi mumkin. Ko'rib bering deb, ana o'sha holatlarda biza ko'rib ma'lumot berishimiz mumkin. Bundan tashqari tug'ma qizlik pardasini ham bo'lmasligi, ya'ni nuqsonli tug'ilishi ham mumkin. Da. Buni ham hammasini shu ekspertlar aniq ma'lumot beradida, shu haqida ma'lumotnoma taqdim qiladi, ya'ni onasi yoki qizni o'ziga beriladi. Shu haqida keyin xulosa qilib chiqariladi. To'ppa-to'g'ri. Keyin yana nima deydi, dolzarb, yana meni ham qiziqtiradigan savollardan biri, ya'ni homiladorlik, endi homila tug'ilishi kerak. Ya'ni qolgan masalan 1 hafta, 10 kun qolgan 39-40 haftalar masalan bo'lsa, yurak urishi to'xtab qoladi. Ya'ni antenatal homila o'limi. Ya'ni homila tug'ilmasdan o'lib qoladi. Buning sabablari eng muhim nima deydi, shunga e'tibor berish kerak bemorlar. Ya'ni shu holatga tushmasligi uchun nimalar qilish kerak, nima sababdan yurak urishdan to'xtab qoladi? Demak, har oy muntazam ravishda, ayniqsa katta sroklarida homilador ayollar Doppler tekshiruvdan o'tib turishi kerak. Chunki asosiy sabablari biz bilamiz, что homila qon quyuqlashi va homilaga qon yaxshi yetib kelmasligi evaziga homila yuragi to'xtab qolishi mumkin. Bunga olib keladigan sabablar homila oldi suvlarini kam-kamdan sekin chiqib ketishi va homila suvsiz qolib ketishi, homilada qon aylanishini og'ir buzilish darajalari va homila srokidan o'tib ketsa, o'zini tug'ish muddatidan o'tib ketgan holatlarda ham ko'pincha homila oldi suvlari kamayib ketadi va umuman qolmaslik holatlari kuzatilishi mumkin. Bir xil homilador ayollar 41-42 haftagacha indamay dardim kelmayapti deb yuraverishi mumkin. Yana ko'p uchraydigan holatlar homila tug'ilishiga yaqin shamollab qolishadi, lecheniya olishmaydi, tug'aman-ku deyishadi-da, shamollab qolganda ko'p terlab suv yo'qotishi mumkin. Biz bilamiz, gripp bo'lsa, bakteriya kasalliklarida qon quyuqlashadi va shuni hisobiga homilaga qon kelmasligi mumkin. Mana shu homila eng katta sroklarida ham muntazam vrach nazoratida bo'lishi kerak, shamollagan bo'lsa vrachga murojaat qilish kerak. Qon tahlillari, qonni quyuq suyuqligini doim e'tiborga olib yurish kerak, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Agarda o'zgarish bo'lsa, shunga qarab lecheniya olib, roddomda yotib, lecheniya olib, keyin tug'ruqqa tayyorlanish kerak. Katta sroklarida juda ham ko'p homilador ayollarda kam suv ketadi, ular выделениеda bo'ladi. Aslida u homila oldi suvlari bo'lishi mumkin va homila oldi suvlari peshobim chiqyapti deb o'ylaydi, bu yerda esa homila quruqlikda qolib ketadi. Mana shu holatlarda ham homila yuragi to'xtab qolish holatlari kuzatiladi. Sog'lom tug'iladi, masalan, sog'lom tug'iladi, lekin yurak urishi yo'q. Ya'ni o'lik bola tug'iladi. Bu juda bir ayanchli narsa. Chunki shuncha vaqt 9 oy ko'tarib yurgan, oxirida kelib mana bunaqa bo'ladi. Bu ayollardan masalan biz ham so'raymiz, anaqa qilganimizda tekshiruvga yubormagan, tekshiruvlarga bormagan, shamollagandim, dori yozib bergan kimdir, ovsindan so'ragan kimdir, uydan so'ragan. Doktorga nima uchun chiqmadingiz deb so'rasa, uydagilarim qo'ymadi. Shunaqa holatlar ko'p uchraydi. Agarda vaqtida tekshiruv, UZI tekshiruvlarini qilsa, akusher ginekolog nazoratida tursa, bu asoratlar uchrashi juda kamayadi. Hozirgi kunda juda ham aktual mavzu homiladorlikda kichkina sroklardan simfizit temasi ko'tarilyapti. Simfizitni biz UZIda aniq ko'ra olamiz. Uni 3 ta darajasiga qarab biz demak ikkita qov suyagini bir-biridan qochganligini diagnostika qilsak bo'ladi-da. Uni homiladorlik erta muddatlarida ham ko'p uchrayotgani uchun simfizitda o'zi tug'ish mumkinmi yoki yo'qmi? Simfizitni biz aniq qo'yamiz UZIda. Endi sizga savol bermoqchim, tug'ish mumkinmi yo'qmi? Simfizitda, ya'ni simfizit o'zi qov suyaklarini, ya'ni ochilish darajasiga qarab darajalari bor. Ya'ni UZIda aniq tashxis qo'yiladi.
Bu tashxis qo'yilgandan keyin aniq bir travmatolog mutaxassisi ko'rigi kerak bo'ladi. Ya'ni qo'l suyaklar qay darajada ochilgan. To'g'ri vaqtida bu umuman ochilib ketmaydimi? Shunaqa holatlar, asoratlar bo'lgan, tug'ruqda ruxsat bergan, tabiiy tug'ruq bo'lgan, lekin u qo'l suyaklar ochilib ketgan. U keyin travmatologiyada 40 kun, 50 kunlab yotadi unaqa ayollar. Boshqatdan joyiga to kelib uni operatsiyalari ham borda. Shu asoratlardan keyin. Shular bo'lmasligi uchun 2-3 darajalarida travmatolog o'zi ruxsat beradi. Tug'ish faqat kesir kesish yo'li bilan. Agarda travmatologning xulosasi bo'lsa agar, shunga qarab akusher-ginekolog, ya'ni tug'ruqni shunga qarab olib boradi. Agarda 2-3 darajasi bo'lib kesir kesish orqali tug'ish kerak desa, unda kesir kesish orqali tug'diriladi. Demak, birinchi darajasida o'ziga tug'ish, tabiiy yo'l bilan tug'ish ruxsat beriladi. Ruxsat beriladi. Homiladorlik vaqtida kalsiy preparatlari ichish, ya'ni undan tashqari esa bandajda yurish, agarda tekshirib qondagi kalsiy miqdori, kaliy miqdori, magniy miqdorlariga qarab turib, unga kerak bo'lgan mineral moddalar, oqsil, masalan, oddiy oqsil yetishmovchiligi, ya'ni ichaklarda so'rilish buzilishi, oshqozon ichak sistemasida buzilish bo'lsa ham, oxir simfizitga olib kelishi mumkin. Organizmda qanaqadir patologiya bo'lsa, qanaqadir kasallik yuzaga keladi. Shu agarda shularni profilaktikasini qilib, vaqtida tekshiruvlardan o'tib, tavsiyalarni olib tursa, birinchi darajada aniqlangan bo'lsa, tabiiy tug'ishi mumkin. Lekin 2-3 daraja agarda bo'lib ketgan bo'lsa, tug'ruq yaqin bo'lsa, uni davolash yoki oldini olishning imkoniyati yo'q. Da, уже kech bo'ladi. Albatta kesir kesish muolajasi buyuriladi. Hozir simfizit juda ham meni praktikamda ko'p uchrayapti. Bunga sabab deb o'ylayman, siz aytib o'tgandek mikroelementlar, vitaminlarning defitsiti, ketma-ket homilador bo'lish, organizm to'liq tiklanmaganligi va homilador ayollarni noto'g'ri ovqatlanishi, har xil fast foodlar, kolalar, energetiklar hattoki ichishadi. Mana shu holatlar ham simfizitni yosharishiga, birinchi homiladoyoq simfizit bo'lishiga olib kelishi mumkin. Chunki oshqozon ichak sistemasi buzilib ketadi, ya'ni fast foodlar, gazli ichimliklar ko'p iste'mol qilsaga, ularda kalsiylarni organizmdan so'rilishi, organizmdan chiqib ketishi oson bo'ladi. Shuni hisobiga simfizit hozir juda yosharib ketyapti. Birinchi tug'ish, birinchi tug'ishda уже simfizit bo'lishi. Homiladorlik уже birinchi tug'ishda simfizit qo'yilyapti. Oldin masalan katta bola tuqqan bo'lsa yoki hajmi katta bo'lsa, ayol semiz bo'lsa yoki ko'p tug'uvchi bo'lsa, ularda simfizit uchrash ehtimolligi yuqori. Hozir esa juda ham ko'payib va yosharib ketgan. Shuning uchun homiladorlik davrida to'g'ri ovqatlanishga, vaqtida tekshiruvlardan o'tishga va vitaminlarni vaqtida ichish tavsiya etiladi. Ko'pchilik yosh qizlar o'zi tug'ishni tanlamayapti hozir. Kesirova yo'lini tanlayapti-da. Siz nima tavsiya berasiz? Kesirova yaxshimi yoki o'zi tug'ish yaxshimi? Ikkalasini ham tabiiy tug'ruqda ham agar asoratsiz bo'lsa, tabiiy tug'ruq haqiqatan yaxshi, chunki tabiat yaratgan. Nomi bilan tabiiy tug'ruq. Agarda tug'ruq yo'llari tug'ruq vaqtida normada ochilib, hammasi joyida bo'lsa, homiladorlik vaqtida hammasi kuzatuvda bo'lsa agar, tabiiy tug'ruq yaxshi. Agarda tug'ruq vaqtida asorat bolaga yoki onaga asoratini agarda shu olib boradigan ginekolog ko'zi yetsa, agarda asorat bo'lishiga shubhasi bo'lsa, unda kesir kesish amaliyoti juda yaxshi deb o'ylayman. Chunki oldinda masalan kesir kesish amaliyoti bo'lmagan vaqtlar nechta ona, nechta bola o'lgan. To'g'rimi? Hozir lekin shu onalar hamda bolalar o'limini kamayishiga sabab ham shu kesir kesish amaliyoti deb o'ylayman. Masalan, kesirva qildirsang unaqa bo'ladi, unaqa. Pokazaniya bo'lsa, ko'rsatma bo'lsa, bolaga masalan travma olsa, u keyin tug'ilgandan keyin nevropatologga bolani olib yurmaydi, 2 oy, 3 oy. Yo bo'lmasa nuqsonli bola tug'ilmaydi, travma olib. Shularni oldini olish maqsadida kesir kesish amaliyoti tavsiya qilinadi tug'ruq vaqtida. Tug'ruqdan oldin masalan tavsiya qilinadigan, ya'ni planoviy, ya'ni rejali ravishda tekshiruvlar asosida. Masalan, ko'zida operatsiya o'tkazilgan, ko'rsatmalar bor. Shular ungacha tug'ish vaqtigacha уже aniq bo'ladi, reja asosida qilish kerakmi, yo'qmi. Unaqa ko'rsatma bo'lib tursa, ko'rsatmasi bor ayolga tabiiy tug'ruqni hech kim tavsiya qila olmaydi. Hammasi ko'rsatma asosida, agarda tabiiy tug'ruqqa hech qanaqa qarshilik bo'lmasa, hammasi yaxshi, normada ketayotgan bo'lsa,
конечно tabiiy tug'ruq afzal hisoblanadi. Da. Xalqimizda vrach eshitmasdan o'zligi tug'ib ko'rgan patsientlar ham bo'lganda, mani qabulimga kelishgan, kesarvadan keyin o'zlari tug'ishgan va dard paytida bachadonni chandig'i yorilib ketgan va shuni asorati sifatida ham homila nobud bo'lgan va bachadonni olib tashlashgan. Demak, agar ko'rsatma bo'lsa, vrach aytsa, kesarva kesish amaliyoti bajariladi. Chunki ko'pchilik aytadi, masalan, qizi homilador tug'ishi kerak, tug'ruqda travma bo'lishi aniq yoki ko'rsatma bor rejali kesir kesishga. Lekin onasi kelar, qaynonasi kelgan, "Men tug'ganman" deydi. "Bu qizim ham tug'adi" deydi. O'zi tug'adi deydi. Siz boshqa, bu qizingiz boshqa deb tushuntiramiz. Shunda ham baribir aytadi-ku, "Yo'q" deydi, "O'zi tug'adi" deydi. Ruxsat berish kerak, onasi berish kerak, o'zi berish kerak. Kesir kesish ham nima deydi, amaliyot, operatsiya hisoblanadi. U shunaqa qarshiliklar bo'lib turadi-da, tushunmovchilik orqasida. Tushunmovchiliklar orqasida har xil Shuncha asoratlar. onasi, qizi yoki kelini qiynaladi, tug'olmaydi, qancha soatlar, masalan 2 soat, 3 soatda masalan tug'ish kerak bo'lgan ayol 2 kun, 3 kunlab yotadi. Ruxsat bermaydi. Keyin oxirida travma oladi yoki bir asorat bo'ladi, keyin majbur bo'ladi, majburan nima deydi, shoshilinch ravishda kesir kesish amaliyotini amalga oshirish kerak. Afsuski, уже ozgina kech bo'lgan bo'ladi-da. Keyin уже aytadi, что uzr kechirasizlar deydi, уже kechirish. Demak, har bir holatlarda har bir homilador ayolga individual yondashish kerak-da. Hammasi fiziologik ravishda kelgan bo'lsa, homila boshchasi bilan kelgan bo'lsa, o'qiga o'ralmagan bo'lsa, tabiiy tug'ishga qarshiliklar bo'lmasa, albatta o'zi tug'gan ma'qul. Agar vrach ko'rsatmasi bo'lsa, unda kesarva kesish amaliyoti bajariladi. Lekin hozirgi kunda hammasi yaxshi, o'qiga ham o'ralmagan, boshi bilan kelyapti, lekin yosh qizlar kesarvani tanlashadi. Chunki eshitadi-yu darddan, dard bo'lishi, masalan, darddagi keladigan og'riq odam yonib ketishi kerak, yong'indan keyingi og'riqdan kuchli hisoblanadi deydi-yu o'zi adabiyotlarda. Shu narsalarni o'qiydi, ko'radi, tinchgina kesarva qiladi, bolani oladi, eshitmani sezmayman deydi. Lekin ayrimlarda xuddi shunaqa ham bo'ladi. Og'riq ham bo'lmaydi, operatsiyasi ham yaxshi o'tadi. Hammasi yaxshi, og'riq ham sezmaydi, qanaqa tug'ganini ham bilmaydi. Voy tug'dimmi deydi, masalan bilinadi. U endi hammada har xil kechadi. Agar shunaqa kesarvani kesir kesish amaliyotini ham shunaqa asoratlari bor, bachadonsiz qolishi ham mumkin. Ya'ni matkani olib tashlashi ham mumkin. Asoratlari ham bo'lishi. Asoratlari ham bor. Buni hammasini nima deydi? Alloh nimani buyurgan bo'lsa, shu bo'ladi oxiri. Baribir shunga ham qarab, nima deydi, sababda baribir biz ham bir sababchi inson. Homiladorlik vaqtida kuzatib, shu tug'ruq vaqtida kuzatilsa agar, shu o'zi nima deydi, tug'ruq yo'li agarda ochilib, hammasi yaxshi bo'lsa, конечно, tabiiy yaxshi hisoblanadi. Mana o'zingiz qilasiz-ku, praktikangizda har kun bemorlar keladi. Shunda homiladorlikda aniqlaysiz-ku, eng yosh aniqlagan homilador ayol necha yosh bo'lgan? Praktikamda eng yoshi 15 yosh bo'lgan. 15 yosh homilador ayol. Endi bir xil 15 yoshli qizlar durkun bo'ladi, bo'ylari baland, to'lachadan kelgan bo'lgan, adalari olib kelgan, uzi qilib qo'ygin deb ko'rganimda 32 haftalik homila bo'lgan. Va o'sha homila pochkani bosishi evaziga pochkada og'riq bo'lgan, pochkasi so'rayapti, ko'rib qo'ygin degan adasi. Ammo bu homilador desam ishonishmagan. Homila уже qorin aniq bilinadi. Aniq bilinadi, lekin endi ular keng ko'ynakli kiyib olishganda, pochkasini ko'rganman. To'ladan kelgan. Men ko'rganimda homila bo'lgan. 32 hafta homila. Endi men o'zim ginekolog bo'lganimga qornini ko'rib, bilganman-da. Lekin men spokойно gapirganman, что bular homilador. Adasi ishonmaganlar-da. Adasi ishonmaganlar va eng katta praktikamda hali eslayman, 70 yoshli babuля ham bo'lganlar. 70 yoshli babuля. Bu necha yoshda deydi? Dodasi bilmayman buvani, lekin o'zlari tishlari yo'q. Tapichkalarda kelganlar ekstreniga o'puxil mani qornimda o'sma deganlar-da. Ko'rib qo'yganimda 35 haftalik homila bo'lgan. Keyin babuladan so'ragan, "Babula, nechta farzandingiz bor sizni?" desam, "Butun umr men farzandsizlikdan lecheniya olganman" deb aytganlar. Va o'shandan keyin
yo'q, menga farzand kerak emas deganlar. 70 yoshimda nima qilaman deganlar. O'shandan keyin men nima bo'lganini bilmayman. Demak, eng yoshi 15 yosh. Litsenalari 70 yoshga kelib ta'sir qilgan bo'ladi. Наверное, 70 yoshda litseniya bo'lganlar. Shunaqa. Hozirgi kunda eng ko'p operatsiya turi sizda hozir qanaqa operatsiyalar qilyapsiz? Hozirgi kunda eng ko'p qilinadigan operatsiya turlari laparoskop yordamida, ya'ni qorinni kesmalarsiz, kesmasdan operatsiya qilamiz. Buni ustunlik tomoni reabilitatsiyasi, operatsiya masalan bugun qilsak, ertaga bemalol uyga javob beramiz. Uyga chiqib ketadi, og'riqlar bo'lmaydi. Ya'ni shu bachadonni olishmi, miyomani olishmi, kistani olishmi, shu ginekologik operatsiyalarning barchasi laparoskopik usulda qilinadi. Где-то bir 90-95% holatlarda laparoskopik usulda amalga oshiramiz, tugatamiz, boshlaymiz, hammasi shu holatda ketadi. Bemorlarimizga yengillik, og'riq bo'lmaydi. Bir kun yotadilar, undan keyin hech qanaqa bezovtalik bo'lmaydi. Keyingi hayot faoliyatini davom ettirishga ham tez tiklanish, hammasi, ya'ni nima deydi, tashqi muhitdan kontakt bo'lmaydi qorin bo'shlig'iga. Kesib qilganga nisbatan juda ko'p ustunlik tomonlari bor. Undan tashqari gastroskopiya amaliyotini ham juda ko'p qilamiz. Chunki bachadon ichi patologiyalari, ya'ni bachadon ichi bo'shlig'idagi poliplar, miyomalar, masalan, abortlardan keyin yoki kesir kesish amaliyotidan keyingi bachadon ichini yopishib ketish, ya'ni Asherman sindromi. Shu operatsiyalar hozirgi kunda juda ko'p. Ya'ni bemorlar shu bundan aziyat chekadi, homilador bo'lishga qarshilik qilib turadigan, ya'ni kasalliklar. Sabablar bo'lishi mumkin. Bachadon to'siqlarini ham olib tashlasa bo'ladimi gastroskopiya yordamida? Bachadon bo'shliqlarini, ya'ni to'sig'i, to'liq to'sig'i bor yoki qisman to'sig'i bor. Ya'ni keladi bemorlar 2 marta bolasi tushgan, tekshirib ko'rgan, hamma joyda Turkiyaga borgan, 2 shoxli matka degan, uni tekshiramiz. Mana o'zi tekshiruvlarda aniq bo'ladi, işte to'sig'i bor yoki 2 shoxli bachadon deb aniq tashxis qo'ysa bo'ladi. Undan tashqari MRT tekshiruvi bor. Aniq tashxis qo'yganimizdan keyin bachadon to'sig'ini to'liq kesib, bitta yaxlit bachadon bo'shlig'i qilib, hamma odamni qanaqa bachadon bo'lishi kerak bo'lsa, xuddi shunaqa qilib davolab 3 oydan 6 oygacha lecheniya qilamiz. Undan keyin homilador bo'ladi, bemalol tug'ib bo'ladi. Yana bitta ko'p uchraydigan kasallik bu hozirgi kunda 21-asrda ginekologiyani vabosi deb aytaman. Bu polikistoz kasallik. Ya'ni follikula yorilmaydi, homiladorlik yuzaga kelmaydi. Mana bu kasalliklar bizga ko'p besplodiya bilan shug'ullanganim uchun juda ham ko'p murojaat qilishadi. Ko'pchilik konservativ lecheniyaga erishamiz, to есть homilador bo'ladi va ba'zi bir homiladorlikka to'sqinlik qilayotgan, ovulyatsiya bermayotgan tuxumdonlarni sizga jo'natganman va unaqa ayollar tezda homilador bo'lishgan. Demak, konservativ lecheniyaga dori preparatlari bilan davolab bo'lmayotgan polikistoz kasalliklarini operativ juda ham muvaffaqiyatli va tez davolasa bo'ladi-da, laparoskopik usulda. Laparoskopik usulda qilinadi, ya'ni tuxumdon qobiqlari qalin bo'ladi. Yuqalashtiramiz, ya'ni follikullar yaxshi o'sib, kattalashib, yorilishi kerak. Shunda laparoskopik usul eng yaxshi usul hisoblanadi, chunki 3 ta teshik orqali kiriladi, tuxumdon po'stlog'i olib tashlanadi. Shunda follikullar o'sadi. Lekin bu polikistoz kasalligini aniq bir kelib chiqish sababi haligacha aniqlangan yo'q. Lekin gormonalni o'zgarishdan deydi, lekin gormonalni o'zgarishi joyida bo'lib turib ham polikistoz bo'lgan bemorlar bor. Lekin shunaqa vrachlar bor, işte dorilar bilan davolash kerak edi. Kimdir xirurgik yo'l bilan davolash kerak. Agarda konservativ yo'l bilan davolaganda foyda bo'lmasa, unda xirurgik yo'l bilan davolash kerak bo'ladi. Mana bemorlar kelsa aytaman, polikistoz tashxisi bilan lecheniya olganmiz, 3 yillab olganman, 2 yil olganman. Umuman ta'sir qilmagan. Keyin operatsiya qilamiz, operatsiyadan keyin agarda hammasi yaxshi bo'lsa, muvaffaqiyatli bo'lsa, 1 oydan keyin, уже 2 oydan keyin, 3 oydan keyin, kimdadir 4 oyda homiladorlik kuzatiladi. Demak, besplodiyada bepushtlikda ham laparoskopik operatsiya bilan polikistoz o'rni juda yuqori. Ya'ni bachadon naylarini ochish, polikistoz, endometrioz degan kasallik bor. Ya'ni endometrioz juda xavfli hozirgi kunda. Endometriozning lecheniyasi faqat xirurgik
zolotoy standart laparoskopiya hisoblanadi. Agarda operatsiya to'g'ri qilinsa, endometriozning kistalari olinib, agarda infiltratlar, ya'ni bachadondan tashqari to'qimalardagi endometriozlar ham olib tashlansa, endometriozda to'liq tuzalib ketadi. Demak, achaklarni hammasi olib Achaklar tashlanadi. hammasi olinadi. Demak, endometriozda biz bilamiz, har doim hayz og'riqli protsess bo'ladi va bepushtlik kuzatilishi mumkin. Mana shu holatlarda demak, operativ laparoskopiya usuli bilan davolasa bo'ladi. U Genitalni endometrioz. Genitalni endometriozni aniq ko'rib, diagnostika qilib, tekshirilib, operatsiya qilsa foyda beradimi, yo'qmi? Shuni bilib, shunaqa operatsiya turlari bor. Hozir ichaklarga o'tib ketgan bo'lsa endometrioz, ichaklardagi endometriozlar olinib, ichaklar endometrioz bor, ichaklar kesib, u anastomoz qilinib, shunaqa operatsiyalar bor. Endometriozdan to'liq, hattoki ichaklarni ham olib tashlash kerak bo'ladi. Agar endometrioz achagi ko'p shunaqa bo'lsa, darajada o'sib ketadi. Endometrioz nimasi xavfli? Xavfliligi u yallig'lanish chaqiradida boshqa a'zolarni bir-biriga yopishtirib tashlaydi. Ya'ni biriktiruvchi to'qima o'sadi, fibrin o'sadi, o'sish hisobiga, ya'ni to'qimalar bir-biriga yopishib ketadi. Ya'ni infiltratda qattiq to'qima paydo bo'ladi. Bu to'qimalarning hammasini olib, endometriozning kistani olib, endometrioz qorin bo'shlig'i pardasida qayerda ko'rinsa, hammasi olib tashlansa, endometriozdan to'liq tuzalishi mumkin. Demak, juda ham ko'p uchraydigan savollarda hayz siklini buzilishlari haqida gaplashamiz. Ba'zi bir ayollarda har 2 haftada hayz kelishi mumkin yoki bo'lmasa ba'zi bir ayollarda 2, 3, 6 oylab hayz ko'rmasligi mumkin. Normal hayz sikli haqida gaplashamiz. Demak, normal hayz sikli 25 kundan даже osiya bo'ladi. 25, 28, maksimum 30 kunda bo'ladi. Buni hammamiz bilamiz. Demak, qaysi holatlarda har 10 kunda hayz kelishi mumkin yoki bo'lmasa har 2 haftada mana hayz sikli buzilishlari bo'ladi. Ko'pincha jinsiy a'zolar yallig'lanishi kasalliklarida, bachadoncha infeksiyalarida hayz siklida har bir oyda 2-3 marta qon kelishi kuzatilishi mumkin yoki bo'lmasa gormonal narushение. Ko'pincha ayollar uyqusi buzilganda, har xil stress bo'ldi, kimdir qaysidir yaqinini yo'qotdi. Mana shu holatlarda кровотечение ochilib ketishi mumkin uyqusizlik hisobiga. Agar meni qabulimga hayz to'xtamayapti, ko'p кровотечение ochilib ketdi desa, men birinchi navbatda eng birinchi beradigan savolim uyqu buzildimi deyman. Ularda qattan bildingiz deydi. Ko'p kelar, ularning 90%ni uyqusi buzilgan bo'ladi. Keyin UZI tekshiruv qilganimizda giperplaziya endometriya, ya'ni hayz qoni keladigan qavati juda ham normadan qalinlashib ketgan bo'lishi mumkin. Bu hammasi bir so'z bilan gormonal o'zgarishlar borligidan dalolat beradi. Demak, normadan ko'p qon kelishi, bir oyda necha marotaba kelishi bu demak shamollash evaziga, gormonal buzilish evaziga bo'ladi. Bir xil holatlarda 3 oyda, 6 oyda, hatto 1 yilda kelmasligi ko'pincha demak tuxumdonlar rezervini kamayib ketishi, klimaksga o'tish davrida yoki qattiq stressda ularda ham bir xil reproduktiv yoshdagi ayollar har xil stress, depressiya qabul qilishadi, avarialniy rezervi, ya'ni tuxumdonlar rezervi kamayib ketadi. Mana shu holatlarda ham hayz sikli kamayib ketishi mumkin. 3 oyda, 2-3 oyda bitta kelishi mumkin yoki umuman to'xtab qolish holatlari ham kuzatiladi. Operatsiyalarda bachadon abortlar, endometriy qavatini qattiq qirib olgani, shilib ketgani evaziga yoki bo'lmasa tuxumdon kistalari noto'g'ri operatsiya qilingan bo'lsa, polностью tuxumdonni olib tashlaydi. Hamma sizdagi yuvelirniy operatsiya qilmaydi. Ko'pincha tuxumdoni bilan olib tashlashadi, ekstreniy holatlarda, обычный роддомlarda tekinga qilishadi-yu, hayotni saqlab qolish evaziga, кровотечение to'xtatish evaziga, ana o'shanda tuxumdoni bilan kistani olib tashlashadi. Ana shu holatlar o'sha ayollarda erta yoshlarda qon to'xtab qolishi mumkin, hayz sikli to'xtab qolishi mumkin. Klimaksga erta klimakslar boshlanadi ularda. Tak, yana polikistoz kasalligi, знаменитый наш polikistoz darajasiga qarab 2, 3 darajalarida hayz siklida o'zgarishlar bo'lishi mumkin. 3 oyda, 6 oyda, hattoki 1 yilda hayz kelish holatlari kuzatiladi. Agar hayz sikli bo'lmasa, homiladorlik yuzaga kelmaydi.
Hammaga e'tiboringlar uchun rahmat. Agar suhbatimiz qiziqarli bo'lgan bo'lsa, yanada qiziqarli mavzularni olib chiqishimiz uchun kommentariyalarda o'z savolinglarni yozib qoldiringlar. Keyingi suhbatimizda hamma savollarga javob berishga harakat qilamiz. Rahmat sizga ham kattakon, kuzatuvchilarga ham rahmat. Agarda kimgadir foydali bo'lgan bo'lsa yoki manfaatli shu mavzulardan javob topgan bo'lsalaring, rahmat hammaga, sizga ham, Salomat bo'ling. jamoaga ham hammaga rahmat. Keyingi podkastlarimizda nima savollar, qanaqa mavzular haqida gapirishimiz yoki nima savollarga javob ololmagan bo'lsalaring, shu haqida keyingi podkastlarda javob berishga harakat qilamiz. Kommentariyada yozishlaring mumkin.